Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning ajoyib mesasi Sanjar to'yxonaga yaqin yerda joylashgan 3 ta hovli joyimiz sotuvga chiqdi. 160 kvadrat metrdan ekan pat kulich xonadonlar. Tayyor remontdan chiqib turibdi. Xalaqangizni kelib ko'rib olishingiz mumkin. Hammasida garaj ham bor. Fasadlari travitin ham qilingan, chiroyli qilib, so'killari mramor bo'lgan, kanalizatsiya ham chiqqan. Ellarida parkovочный mesalari bor, garaji bor, suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Şu ishlar ham qo'yilgan. Ko'rib turasizlar, ellar pulni keng qolgan. Xalifalar ham qilingan, tarnovlar o'rnatilgan. Garajdan darvozalar baland qo'yilgan. Bemalol baland mashinalar ham orqaga kirib chiqadi. Damozingiz ham taxvamli bo'y kirib chiqadingizlar. Ishlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Sifatlisini arzon xil emas. Shu yerdan ham e'tibor qilasizlar degan umiddamiz azizlar. Bellar ham mening stechkalar qilingan, kanalizatsiya chiqqan, stupenka ham bo'lgan. Birinchi shu garajimizdan boshlaymiz. Azizlar, narxi 610 million so'm. Hurmatli vatandoshlar, oldin aytib o'tamiz. 610 million so'm. Messasına qiziqqanlar uchun ham sifati qiziqqanlar kelaverasizlar. Bemalol mulkiyasi bilan uchrashtiramiz, o'zlari bilan savdolashib kelishib olaverasizlar. Berimiz yang zalni tiyib bo'ladi. Garajimiz 336 metr razmerda tushgan, orqaga bir mashina sig'ib turadi. Devorlardan turning fon qilingan, bir ham karnizlar qisilganlar, bu yerlar gipsokardon bilan qoplangan. Radiatorlar ham bor. Rozetkalar ham yaxshisidan qo'yganlar, hurmatli vatandoshlar. Tayyor xonadan qidirib yurgan vatandoshlarimiz ajoyib variantlardan birisi. Bellarni bilasizlar, mestasi qimmat birinchi. Главный место qimmat, bahasi qimmatroq deyishingiz mumkin vatandoshlar. Bu yerda Mesa qiziqadilar birinchi. Gelip görüşləri mümkün, hurmatli vatandoshlar. Mesa plajinasi yaxshi, ajoyib şəhərni, zo'r yeri. Girgəndəylə azizlar, katta dalan, baland, eni 3,5 metr, uzinasi 11 metr razmerda tushgan ekan. Общий 3 xonadan iborat, dalandan tashqari, bu yerda zal qismi, spalni, ki oshxonadan yana bir spalniya keladi. Sanuzel, orqa tarafında ozgina bir messasi ham bor, hurmatli vatandoshlar, bir medachida qo'yish uchun. Ayak tellerimiz yağaç polla kakılgan, çırayla qilib laqlaganlar, hem gilemlerini döşek koydular. Çıraylı bir feyizle gilemleden azizler. Çap tarafımızda bir de rakonyalar koyulgan, kafeler hem kılıngan, aynalar çavulunatı koydular azizler. Bir de yine plantisi asadavallar hem var. Her bir nersesine etibar kılışlarını soruyumuz, kafeler hem yaxşısından iş etkenler. Patologlarımız ortalarına natice galagiller koyulgan, kendinizler kısılgan. Hürmetli vatandaşlar, bir de list insanımızla yine çayla kılıp koydular, yağaçtan işlav etip, üstüne laklap, çayla kılıp ayna diye koydular, yaldırap durdu. Birinci şu zal cayımızdan başlayırız, bir de elektriki avtomatlarım ornatılgan. Yarma işlerden koyulgan, yaxşısından işlerəm 8'likten 6'lık eməz, kalın xili işk. Birimiz 3.30'da 6 metr razmerdə düşkən, bələndlikəm, götürünüz yaxşılan bələnd, belirləyinə gipsokardon bilan qoplangan patologlarımız, galagiller qo'yilgan, televizor uchun rozetka joylari bor. Ajoyib xonadan ekan, tayyor xonadan. Ko'rib turgansizlar, hamma yarki svetlardan foydalanganlar, oboydan ham ochiq kirgandan bir odamni o'zini jalb etadigan. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Azizlar, yana bu yerda radiatorlarni qo'yganlar, ko'rib turgansizlar, yana bu yerda bu andam dalanimiz yaxshi qizish uchun, dalanimiz ham baland ekan. 160 kvadrat metreden 3 tane havlu joyimiz var. Gelip xalağınızı gelişip alışlarınız mümkün. Birimiz yine 3.30'da, yine hürmetli vatandaşlar bir 3.70, 3.80'ler çıkarırızlar. 4 metreden yine rakine. Radiatorları var, aynalar plastik ramlarından dalana karagan. Aynası. Mesa palajinesi zor, glavni. Acayip mesa. Birimiz yine görüp durgansız 3,5-4,5 razmerda aşxana kısmı buladı. Fartıqlar qılıngan, acayip. Bir de gaz toşkaları, gaz plitəni, gaz yeyəni, yine bir de rozetka joylari bor, moyka uchun toshkalar, dimoxod toshkalar aşağı bor, hurmatli vatandoshlar. Acayip joy ekan, joya gap bo'lishi mumkin emas. Qurilishidan ham pishgan kirishdan solingan, hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimizda 3-chi xonasi, yine eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Bu tarafimiz uzinasi 4 metr, xonamiz yine 3.30 razmerda tushgan. Devorlar aboy, mo'yishchi aboylardan foydalanib qo'ydilar. Tayyor xonadan qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun ajoyib mesadan. Sanjar to'yxonaga yaqin yerda, hurmatli vatandoshlar. Bu yanımız sanuzel qismi, eshiklari alyumin ramlarından. Azizlar,
Yaxshi niyat etib shuni joydan olamanda yurganlar bo'lsa, bir like'larni bosib qo'yasizlar, hammaning niyatini yetirsin. Berimiz yine. Katta qolgan ekan, oyoq telar ham kafe, devorlar ham kafe qilingan, patologlar plastik, unitazlar ham yaxshisidan qo'yganlar qimmatbaho, vannalar ham, bir de rakovinalar ham qo'yganlar ajoyib qilgan. Oynacha o'rnatib qo'ydilar. Hurmatli vatandoshlar. Bir de aristollari bor, 50lik aristollar. Zamonaviy duxonta naseniy atapleniya ham qo'yilgan. Ko'rib turasiz. Yaxshi xila, Eiffel firma, turetskiy bilasizlar, eng zo'rlaridan bu. Pulni ayamaganlar hovli joyidan. Hamma o'zini yaxshi vajda ishlatganlar, ham gilamlarcha to'shab qo'ydilar. Bu yandan mestasi bor. Yine. Midajida qo'yish uchun mestalar bor. Hamma cho'chkan qo'ygan. Bir yana yomg'ir yog'ganda suv yetadigan mestalar ham bor. Bir dana gaz cho'chkini qo'yib beradilar-da, cho'chklar ham olinib turibdi. Svet bilan suvni ichi qo'yilgan. Gazniki endi qo'yiladi. Hurmatli vatandoshlar, narxini yana bir takrorlab o'tamiz. 610 million so'm. Hech narsadan muammosi yo'q, dokumentlardan ham muammo yo'q. Местоположениесі ham zo'r, yo'lga yaqin, marshrutdan bog'cha, maktab, hech narsadan muammo yo'q. Azizlar, ko'rib turganingizdek 160 kvadrat metrda joylashgan ajoyib 3 dona hovli joyimiz. Garaji bor, garaji bor, remonti bor. Ko'rib turganingiz, gilamlar döşalgan. Azizlar, eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Eğer qiziqadigan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Pryamoy mulkiyatini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Hurmatli vatandoshlar. Fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirsangizlar. Nechta joyga kerak bo'lishini aytsangizlar, nelardan kerak bo'lishini aytinglar azizlar. Shunday joylarni e'tiborlaringizni havola qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.